Zerikib o'tirganmisiz birgalikda azoblanamiz. Agar qiz bola yig'lasa, ko'zi qorayar ekan. Ichamda? Yo'g'i, sizni ko'z rangi qanaqa? Qora? Yo'g'i, o'xshamaydi-yu, qoraga. Amana qalbi? Yuzlari zebo, qora ko'zlari shahlo, ko'zlari. Bu qizga Snapchatga video qo'shishga kim ruxsat berdi o'zi? Gapi ham tushunyapti hattoki. Azoblanib bo'lib ketamiz shekilli. Azimat-ku, onamnikka borib kelsam maylimi? O'zi kecha borib kelding uyga, yana boraman deyapsan-a? Qisib uyda o'tirgan. Boraman dedimmi, Stop. Keringlar shu videoni shu joyda to'xtataylik. Bu videoni ko'rib men bir nima deya olmayman, chunki bu qizga qancha gapirsam befoyda, baribir bizni azoblayveradi, ishonavringlar. Atajonim erka qiziman. Asabimni buzsiz. Adamga aytib beraman. Voy, desini erkasi. Siz Stop, bu videoni ham oxirigacha ko'rmaslikka qaror qildik. Bu videoni yasayotganda ham bu gap hayolimdan chiqmadi. Bu kichkina qizmi yoki katta xotinmi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar bunaqa azoblamaylar odamni, iltimos. Así que trépate, actívate, así cálate, que te quiero ver, te vas a recoger, está con mi mujer, esta noche la pasamos bien, conmigo no te... Xudo, shu chiqib turgan xon ketiga tiqib qo'ysin, mashlanada meni videoim sifati buzilib yotdi boru. Part 2ni kutyapsizlar.